Assalomu alaykum, qadrdonlar, hormaylar. Ertaga vaksina beramiz. Ikkita vaksinasi o'tdi. Gambora bilan Lasota vaksinasi o'tdi. Ertaga yana Gambora beramiz. Keyin Lasota Brahid beramiz. Bularga ham zakaz olishda davom etamiz. Katta to'g'larimiz tugadi. Arada jitcha uzilish bo'lib qoldi, bo'lmasam uzilish bo'lmas edi. Tovuq so'ragan ko'payib ketdi. Katta tovuqimiz yakunlab qoldi. Bundan kattaroq partiyamiz bor, hozir uni ko'rsatib o'taman. Yonida turtish salafanda ag'ida. Kimga Loman Sendi tuxum yo'nalishidagi biznes yo'lidagi tovuq cho'cha makyorlar kerak bo'lsa, 100 kunlik, 110 kunlik qilib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Manzil Qo'qonda, dastavkalar bor, pullik. Yaqinda Salafanda ag'dagi cho'chalarni olib ketamiz boshqa tovuqxonaga, bularni bekka ochib yuboramiz. Bu katta cho'chalarimiz o'sha setkaga o'tadi. Setkalarimiz sekin-asta tayyorlab boryapmiz. Mana bu kattalarimiz. Bu yerda juda ko'p emas kattalarimiz, bu yerda 300 ta xo'roz bor, 1650 ta makiyoni bor. Kamroq kelgan kattaroqlari. Buni setkalar o'rnatyapmiz. Buni qator turgan setkalar o'rnatamiz. Yarimi shakka, yarimi boshqa tovuqxonaga chiqadi. Buni kattalarimizni 500 tasi zakaz bo'lgan. Yaqin akamizga beramiz. O'zimizga qarashlik shu narigi mahallada turadilar. Mana xo'rozchalar ajragan, mana xo'roz. Ularga ILT vaksina qilamiz. Ertaga qizlarimiz keladi. ILT vaksinasini qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlarimizni aytdik. Arada jinday uzilish bo'lib qoldi, bo'lmasa tovuq uzilmas edi. Bundan keyin uzilmaydi. 3-katta tovuqxonamizga ham jo'ja tashaganmiz. Bitta ob'yomda 10 mingtagacha bor. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.